Jizzax viloyatida aholi murojaatlari bilan ishlash tizimini yanada takomillashtirishga qaratilgan amaliy chora-tadbirlar o'zining ijobiy natijasini bermoqda. Viloyat hokimi Ulug'bek Mustafoyev tashabbusi bilan joriy etilgan yangi ish tartibi fuqarolarning dardini eshitish, muammolarni joyida hal etish va davlat organlariga bo'lgan ishonchni mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Mazkur tizimga ko'ra, haftaning ikkinchi shanbasi mahallalarda 7 lik a'zolari hamda tuman va shaharlardan biriktirilgan mas'ullar ishtirokida aholi murojaatlari bilan ishlash kuni sifatida belgilangan. Rahbarlarimiz xalqqa yaqinlashdi. Ilgari mana rahbarlarimizni orqasidan quvib yurardik. Endi hozir rahbarlar o'zi kelyapti. Mana sayyor qobil bo'ldi bugun. Xalqning dardini hammasini nima gap deb eshityapti rahbarlarimiz. Shularga shukr qilishimiz kerak. Shularga katta rahmatlar aytishimiz kerak. Oyning 3-shanbasida esa barcha shahar va tuman hokimlarining ommaviy shaxsiy qabullari tashkil etilmoqda. Amalga oshirilayotgan qabullar jarayonida fuqarolarning turli sohalarga oid murojaatlari, kommunal xizmatlar, bandlik, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash, uy-joy masalalari va ijtimoiy himoyaga oid muammolar atroflicha o'rganilib, ularga yechim topish choralari ko'rilmoqda. Eng muhimi, murojaatlar rasmiyatchilikka berilib ketmasdan, bevosita mas'ullar ishtirokida joyida hal etilayotganligi aholi roziligini ta'minlamoqda. Murojaatim xudo xolasa hal bo'ldi. Menga texnika beradigan bo'ldilar. Bugun xudo xolasa kelib traktorchilarimiz yerimni haydab beradi. Men xudo xolasa dehqonchiligimni ekaman. Tumanimiz rahbarlariga, avvalo hokimimiz Botir akaga minnatdorchiligimni bildiraman. Qachon bir murojaat bilan borsak, har doim labbay deb javob beradilar, yordam beradilar. Chiroylikgina hammamizni kutib oladilar. Hammani muammolarini yechishga astoydil yordam berib, yaxshi ishlab kelyaptilar. Men tumanimiz hokimidan juda ham minnatdorman, xursandman. Joriy oyning 3-shanbasida ham barcha shahar va tumanlarda hokimlarning aholi bilan navbatdagi shaxsiy qabullari tashkil etildi. Unda har bir murojaat hokimlar tomonidan shaxsan qabul qilinib, muammolarni hal etish bo'yicha aniq topshiriqlar berildi. Ayrim masalalar joyida hal etilgan bo'lsa, murakkabroq murojaatlar ijrosi nazoratga olindi. Shaxsiy qabullarda ishtirok etgan fuqarolar o'z murojaatlariga e'tibor qaratayotganligi, muammolarga amaliy yechim topilayotganidan mamnun ekanliklarini bildirishmoqda. Hokimning qabul kuni ekan, mana qabul kuniga keldik. Biz baynalminalchi jangchimiz, Afg'onistonda xizmat qilganmiz. Mana biz so'ragandik, turizm masalasi bo'yicha mana bizni jo'natadigan bo'ldi. Rahmat hokimligimizga. Bu esa o'z navbatida xalq bilan muloqotni yangi bosqichga olib chiqishga xizmat qilayotgan muhim omil sifatida baholanmoqda. Bunday tizimli va manzilli ishlash usuli aholi muammolarini chuqur o'rganish, ularni tezroq hal etish hamda joylarda ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Eng asosiysi, davlat organlari va aholi o'rtasida ochiq muloqotni yo'lga qo'yish orqali ishonch muhiti mustahkamlanmoqda.